Xayrli kech o'rtoqlar, bugun yuzimizdagi poralarni enzimli pudra bilan tozalaymiz. Hozir yuzimni do holatini ko'ryapsizlar. To'g'risini aytsam, chaqaloq bilan nafas olgani ham vaqtim bo'lmayapti. Lekin haftada 2 marta enzimli pudrani ishlatish uchun vaqt topyapman. Enzimli pudrani o'tgan safar pushtisini zakaz qilgandim. Bu safar yashilini sinab ko'rmoqchiman. Videoni iloji boricha estetichni olishga harakat qildim. Like bosib, meni podдержка qilasizlar degan umidda. Piyolaga ozgina suv quyib, pudradan qo'shib, yaxshilab aralashtirib, massa holatiga keltiramiz va uni yuzimizga maska qilib qo'yamiz. Qishloqskiy variantda qo'ymayotganimga yaxshilab e'tibor bering. Bu safar kistichkadan foydalanishga harakat qildim. Kimga qanaqa bilmadim-u, lekin enzimli pudradan keyin haqiqatan ham yuzim yaltirab, tiniqlashib, poralarim tozalanib, terim nafas olayotganga o'xshaydi. Hattoki rangim ham oqarib qolganga o'xshab tuyuladi. Bilmadim, qancha harakat qilsam ham xuddi atay qilgandek, kamera ham bu effektni передавать qilmaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Rezultatga 1 dan 10 gacha baho bering. Ha, aytmoqchi, pudrani uzun marketdan zakaz qildim. Artikul esa описаниеda qoldiraman. Hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat.